Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam örkişi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Amdi anglaydiganlar. Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Bizni tajriba qilyotidi. 2014-yil 6-oyning boshlari bo'lsa kerak. Atigan soat 10 bo'lgan chog' bo'lib, havolanish uchun yarim soat vaqt berilgan edi. Mahbuslarning ba'zisi taxta karvatda so'zilib yotadi. Ba'zilar oldiga xitoycha shaxmatni tizib o'ynayotgan edi. Men kuchaliq ablizga yodlashga topshirgan xitoycha jumlalarni anglab, uning talaffuzini to'g'rilab berayotgan edim. Tuyuqsiz pok qilib bir narsa kamerning kaynidagi havolanma ustiga tushdi. Nima bo'ldikin deb bo'lgacha gumbang qilib partilab, quyuq istidak ko'tarildi. Kamerning ochiq eshigidan kirgan gaz purqidan boshlar qiyib, burun shurqirab, ko'zlar yoshlanib, kekirdaklarim ichishib ketdi. Qanchalik vaqt o'tdi ekan esimda yo'q. Bir chaqda kamerning ichiga o'rnatilgan kanaydagi qamoqxona boshlig'i Shining ovozi yangrdi. Qamalg'uvchilar diqqat! Qamalg'uvchilar diqqat! Bu bir sinoq, hech vaqasi yo'q. Bir pasdan keyin o'ngishilib qolsizlar. Qandaqroq tuyg'uda bo'ldinglar? Katiblar birmi-bir xotirlasin. Hushidan ketganlar, qusqanlar, nafsi qiyinlashganlar qancha? Tizimlab xabarni beringlar. Bu ovozni anglagandan keyin esimga kelib atrofimga qarasam, Pokistonlik mahbus Sayfulla hushidan ketib yetibdi. 3 mahbus xalaning oldida qusqili turibdi. Qolganlar turba oldiga tizilib, yuzlarini yuvishga tutinibdi. Ko'zlar qizarib, yoshang'irab, chiroylar tatirib, qapoqlar ishib ketgan edi. Kamerda buning nima ish ekanligi munozara qilindi. 2009-yili 5-iyuldagi fojiaga shohid bo'lgan bir Uyg'urning aytishicha, havolanmaga tushgani yosh oqquzish bombasi ekan. Hushidan ketgan Pokistonlikni ko'rib, jiddiylashib ketibdiman. Shu hamon kamerning ishigiga yaqin kanayning kunupkasini besishga meng'idim, to'sildim. To'liq qamalgan bir qancha Xitoy mahbusining aytishicha, qamoqdagilar og'riqdan hushini yo'qotmasalar, doktorga bormaydi ekan. Ularning aytishicha, qamalg'uvchilar uchun maxsus ta'sis qilingan doktorxonalarmi o'xshashla qamoqxona bo'lib, bemorlar karvatga bog'lab qo'yilarmish. 24 soat yetishga majburlanarmish. U yerga borgan kasallar texmo ig'ir kunga qolarmish. U yerda saqaymaganlarmi saqaydim qamoqxonaga ketaman deb g'alva qilarmish. Rost degandek yarim soatdan keyin jiddiy holat signali berilibdi. Maydisini changallab qusayotganlarmi darhol hech ish bo'lmagandek beshini changallab qatorga tizildi. Hushsizlangan Sayfullami yiptek tuzlanib qatorga kelib bo'pti. Hushsizlikning sababi bilanmi hech kimning kari bo'lmadi. Bizni tajriba qilyotidi, dedi parxo'rlik bilan tutilgan bir amaldor Xitoy. Balkim bu yosh oqquzish bombasining yangi chiqqani bizga etib sinov qilib boqdi. Necha odam hushdan ketdi, necha odam qusdi, hammani kameradan ko'rib turdi. Bularning bizga haftada bir beradigan dorisi 2-3 oyda bir dori berib, keynidan salomatlik tekshirish nomida qon ilishmi shu tajriba qilish uchun deb qaqshab ketdi u. Bu gapningmi asosiy bardek qiladi. Bizdinmi muvofiq tajriba obyekti nada? 2013-yili 19-avgust tutilgandan beri to'xtamay salomatlik tekshirishga duch keldim. Ba'zida oyda bir, ba'zida bir qancha oyda bir qilinadigan qon, sho'ligay va tarat tekshirish menga faqat g'alati bilinmabdikan. Quloqdan yoki barmoqdan olsimi bo'ladigan qonni bilikimizdan xaltalab elishlar menga benormal tuyulgan bo'lsa-mu, faqat qinimizni sotadi bu mal'unlar degandan boshqani o'ylamagan ekanman. Bugungi sinoqqa qarab, burun yegizgan dora, urilgan okul va ilingan qonlarni o'ylab sinoq qilinayotgandek tuyg'uda bo'ldim.
Keyincha diqqat qilsam, parxur mahbusning degini to'g'ridek bilindi. Doktorlar doim avval dori berib, bir mezgildan keyin salomatlik tekshiradi ekan. Ba'zida Xitoy tibobat dorilarga o'xshaydigan ismi noaniq ko'milashlar tarqatiladi va uzoq qolmay qon tekshiriladi. Har tekshirishda berilgan dorilardan keyin badanda qandoq benormallik bo'lganligi so'raladi. Shu sinoqdan keyin har qatim salomatlik tekshirishda qon berib, savollarga javob berib etib, o'zimni tajriba qilinayotgan chashqanlardek his qilatdim. Ayolim dorigarlik kasbida o'qigan bo'lg'achqa, men dorilarning oldi bilan chashqanlarga sinoq qilinib, tajriba qilinadiganligini bilatdim. Har qatim avval dori berib, birər haftadan keyin yalang'och mangdirib, andin o'ltirg'izib qo'pqizib kuzatishlari, okul silishlari, okulning tükürük, tərat, til və ko'zimizdagi badandagi alomatlarni ko'rib bo'lgandan keyin kamerlarga kirgizilishi sinoqning jarayoniga o'xshaydi. Har qatim bizni qon tekshirishga ilib manganda va mahbuslar bilan navbat kutib dugdishib turganda qafasda bir-birining quyrug'iga beshini tiqishib tugilib olgan chashqanlar ko'z oldimga keladi.